Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu King Fire kanali va biz bugungi videoda Free Fire haqidagi topoviy yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin aytib o'tgan bo'lardimki, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi 10 mingta podpisчикка ozginagina 9 mingta qoldi. Bilasizlar, meni videolarim bunaqa uzun bo'lmaydi, lekin yangiliklar ko'p bo'ladi-yu, na uzun video olmayman. Qisqagina videoda ko'pgina yangiliklarni aytib o'tishga harakat qilaman. Bugungi video ham shunday bo'ladi degan umiddaman. Harakat qilaman shunaqa qilishga. Shuning uchun ham albatta videomda kanalimda qadriga yetib obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men videoni boshladim. Bugungi videoni angellar mavzusi bilan boshlasak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman, chunki ko'pgina podpischiklarim mana shu angel mavzusida mendan so'radi, "Brat, angel qachon keladi?" deb. Va men o'tgan videomda aytdimki, angelni qachon kelishi ma'lum emas degandim. Lekin yaqindagina yangi пополнение keldi. Unda angelskiy fon, angelskiy avatarka va angelskiy soch kelibdi. Uje angelda narsalarni chiqarishni boshlabdi. Bu degani yaqinda emas, tez kunda angellar ham uje chiqadi. Lekin aniq sanasi ma'lum emas. Ma'lum bo'lishi bilan albatta keyingi videolarimda aytib o'taman. Va endi ko'pchilikni qiziqtirgan ikkinchi narsa, ya'ni legendarniy naborlar haqida gaplashsak. Legendarniy nabor 12 yoki 14 dekabrda chiqadi. Unda ham o'tgan legendarniy naborlarga o'xshab nomer olasiz. Nechinchi bo'lsangiz, masalan, birinchi bo'lib olsangiz, birinchi nomer, 100-chi bo'lsangiz, 100-chi nomerni olasiz. Endi esa qishki sezon haqida gaplashamiz. Qishki sezonda karta mana bunaqa tarzda o'zgaradi. Mana bunaqa orolcha chiqadi. Kartani любой joyda bo'lishi mumkin. Bu orolchaga kirsangiz, ana shunaqa orujalar olishingiz mumkin yoki orujani kuchaytirishga chiplar, yoki yordamchi narsalarni ishlatib olsangiz bo'ladi. Qishki sezonda Boretingga mana bunaqa doska qo'shiladi. Тусочий островda borida oldin. Bu yangi narsa. Hozirgi обновлениеda bu yo'q, lekin qishki sezonda bu qo'shilar ekan. Bu yaxshi, menimcha yomon emas. Тусочий островda borida oldin faqat. Endi esa qishki sezonda keladigan sabitiyani ko'rib o'tsak, bu sabitiyani men oldin obzor qilgandim. Glavniy prizi mana shu uchala narsalar. Yana obzor qilib o'tirish shart emas deb o'ylayman, chunki o'tgan videoda obzor qildim buni. Lekin qishki sezonda beriladigan narsalarni bittalab yaqinroqdan obzor qilib beraman yana. X78 orujasiga mana bunaqa skin beriladi, skin chotki. Mana bunaqa nabor beriladi. Bu glavniy nabor mana shu, bepul beriladigan. Men bu haqida ko'pgina videolarimda aytdim, yana aytyapman. Va albatta mana bunaqa emotsiya beriladi. Emotsiya yaxshi, musor emas, xudoga shukrki. Va Prime 2 dan balandlarga mana bunaqa skin beriladi. Endi esa va nihoyat Free Fire Jujutsu kollaboratsiyasiga yetib keldik. Jujutsuni to'g'ri talaffuz qilyapmanmi yo'qmi bilmayman, chunki anime ko'rmayman. Agar xato talaffuz qilayotgan bo'lsam uzr. Bu kollaboratsiya 2026-yil keladi, ya'ni обновлениеdan keyin. Kelasi обновлениеdan keyin sirazi keladimi yo'qmi aniq emas u, lekin kelasi обновление 14-yanvarda bo'ladi. Bu kollaboratsiyada 5 ta nabor, 6 ta skin orujaga, 6 ta emotsiya va 22 ta profil, shunaqa mayda-chuyda narsalar keladi. Va bu kollaboratsiyada mana shu 5 chala jumonglarning naborlari keladi. Stop, bitta reklama qilib ketay. Bolalar Telegram kanalimga kirib podpiska qilib qo'yinglar. Bekordan podpiska qilmaysizlar. Ko'pgina yangiliklarni men o'zim Telegram kanalimga oldindan tashlab boraman. Albatta sizlarga ham foydali bo'ladi. Reklama tamom. Free Fire Jujutsu kollaboratsiyasiga yana qaytamiz. Bu kollaboratsiyada Sukuna degan mana bu personajni jackpotini aylantirish uchun 10 ta bepul kupon beriladi. Va bolalar, bu kollaboratsiyada mana bu personajni nabori bepulga beriladi. Bu chotki, chunki o'tgan kollaboratsiyada berilayotgan bepul naborlar bunaqa yaxshi emasdi. Bu ko'rinishdan yaxshiga o'xshayapti. Bu o'zi yaxshi personajmi yomonmi men bilmayman. Animeshinglar yozib o'rasizlar. Aytganday, bu kollaboratsiyada keladigan personajlar nomlari mana shular va nihoyat topdim. Bularning nomlarini bittalab o'qib o'tirmayman, chunki talaffuz qilishim qiyin. Endi esa kelish sanasi aniq yoki kelish sanasi yaqin bo'lgan yangiliklarga o'tamiz. O'zlaring tushunlaring, o'sha video yakunlanishiga ozgina qoldi. Yana bir marta aytaman, kanalga obuna bo'linglar. Tez kunda Free Fire'ga mana shunaqa stenkali jackpot keladi, lekin bularning kelish sanasi ma'lum emas. Ma'lum bo'lishi bilan aytib o'taman. Lekin shu yaqin kunlarda keladi. Yana bir kelish sanasi noaniq bo'lgan narsa, mana bunaqa niqoblar kelar ekan. Bu men Free Fire ochgandan beri shunaqa niqoblarga qiziqaman. Yo'qani menga shunaqa niqoblar. Bilmadim qanchalik ketadi buni olishga. Kommentariyalarımda juda ko'p so'ralgan savol mana shu Skyjet haqida. Skyjet juda chotki ekan, qiziqishga arziydi. Bu Skyjet 14 dekabrda keladi. Bugungi video uchun sizga tayyorlangan yangiliklar aynan shulardan iborat edi.
Albatta video yoqqansa videoga like bosing, video haqidagi fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta hammaning kommentariyasini o'qiyman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa yangiliklar o'tkazib yubormaysiz. Va albatta mening Instagram va Telegram kanallarimga obuna bo'ling. U yerda ham yangiliklarni qisqa video shaklda ko'rishingiz mumkin.